Assalomu alaykum azizlar. Bugungi operatsiyamiz septoplastika. Bu bemorimiz travma olgan. Burnidan qattiq travma bo'lgan. Shuni hisobiga burun to'sig'i qiyshaygan va burnining usti ham o'ng tarafga qarab qiyshaygan. Buni qiyshayishining sababi burun ichidagi xiryash, ya'ni tog'ayi bu yoqqa tortib turganligi hisobiga, uchi tortganligi hisobiga shunaqa ko'rinyapti. Hozir burnni septoplastika amaliyotini bajaramiz. Shundan keyin burnining usti ham ichi ham to'g'ri bo'ladi. Mana burun to'sig'i chap tarafga qarab qiyshaygan, juda ham. Burunning o'ng tarafi, burun chig'anoqlari shishgan. Burun chig'anoqlari shishgan, bu o'ng tarafi. Bu chap taraf mana juda ham qiyshiq tarafi. Bemor shikoyatlari burundan nafas olish qiyinligiga, juda ham qiyinligiga, ham tez bosh og'riq belgilari paydo bo'lishiga. Mana operatsiyamizni muvaffaqiyatli tugalladik. Mana burun to'sig'ini to'g'irlandi, qiyshiqligi. Mana burunning yo'li ochildi. Ustidan ham mana to'g'ri bo'ldi. Burun tortib turgan, o'ng tarafga tortib turgan xiryash olinganligi uchun burunning shakli ham to'g'rilandi.